Ahad quli Xol Muhammad o'g'li, haqiqiy omad kaliti yoxud savdogarlar ustozi. Kimning maqsadi bo'lmasa, maqsadi borlarga xizmat qiladi. Ushbu risolada Abdulloh ibn Muborak hazratlarining tijorat bilan bog'liq faoliyati, halolligi, taqvosi va o'gitlari yoritib berilgan. Risolani o'qigan har bir kitobxon Abdulloh timsolida savdo-sotiq ishlarida rostgo'y va diyonatli bir kishining siymosi bilan yuzlanadi hamda o'ziga tegishli xulosa chiqaradi. So'z boshi. Ushbu risolada Imom-i A'zam hazratlarining shogirdi Abdulloh ibn Muborak hazratlarining tijorat bilan bog'liq faoliyati, halolligi, taqvosi va o'gitlari yoritib berilgan. Risolani o'qigan har bir kitobxon Abdulloh timsolida savdo-sotiq ishlarida rostgo'y va diyonatli bir kishining siymosi bilan yuzlashadi hamda o'ziga tegishli xulosa chiqaradi degan umiddamiz. Insoniyat borki, tijorat bor. Millatlar orasida savdo-sotiq bor. Hayotning rang-barang davom etishi, ehtiyojlarning qondirilishi uchun xalqlar, millatlar tijorat bilan shug'ullanishadi. Davlatlar tijorat haqida o'z qonun farmonlarini e'lon qilishadi. Bozorlarning, yakka shaxslarning esa o'ziga xos savdo siri va tijorat hayoti bo'ladi. Ahad qulining ushbu haqiqiy omad kaliti yoxud savdogarlar ustozi risolasi zamonaviy ulkan tijoratlar haqida emas, odatdagidek yakka va jamoat tartibda savdo-sotiq bilan shug'ullanadigan odamning hayot faoliyatiga bag'ishlangan. Unda o'tgan ulug'larimizning tijoratda qanday yo'l tutganlar, bu borada nimalarga e'tibor berish kerak kabi savollarga javob berilgan. Aslida yakka tartibda tijorat bilan shug'ullangan odam halol bo'lsa, u har qanday katta tijorat ishlarida ham rostgo'yligicha qolaveradi. Shuning uchun ham muallif har bir musulmon odamga sharqdagi tijorat va savdodagi o'ziga xoslikdan, halollikdan bahs yuritadi. Zero sharqda, xususan musulmon diyorlarda tijorat ilmi va unga xos bo'lgan tavsiyalar chuqur ildiz otgan. Choryorlarning Abdurahmon ibn Avf kabi, sahobalarning Imomi A'zam, Abdulqodir Jiloniy hazratlari kabi ulug' zotlarning halol tijorat bilan shug'ullangani va foydali o'gitlar bergani tarixdan ma'lum. Biz musulmon dini vakili sifatida tijoratga alohida e'tibor bilan qaraymiz. Alloh taolo tijoratni halol, sudxo'rlikni harom qilgan. Ulug' zotlardan tijorat haqida, halol yo'l bilan boyish sirlari haqida bir qator naql-u rivoyatlar yetib kelgan. Bularning bari bugungi kunda tijorat bilan shug'ullanayotgan kishilarga yo'l yo'riq va dastur sifatida asqotadi. Ushbu risolaning sujet markazida o'tmishda ustoz va shogird bo'lgan mazhabboshimiz Imom-i A'zam hazratlari bilan u kishiga shogird tushgan Abdulloh ibn Muborakning nafaqat ustoz shogirdliklari, balki tijoratda ham yaqin munosabatda bo'lganliklari yoritib berilgan. Asar davomida Abdulloh ilmda ham, sayru sayohatda ham, savdo-sotiqda ham hamisha ustoziga munosib harakat qiladi. O'zida halollik, poklik ko'rinishini namoyon etadi. Uning ilm va amalni kanda qilmasligi, yuksak taqvosi, odob axloqi, qat'iyatligi, tirishqoqligi izdoshlarida havas uyg'otadi. Xullas, savdoda ham ustozidan ancha narsalarni o'rganadi. Odamlardan ham halol va rostgo'y bo'lishni talab qiladi. Risolada quyidagi jihatlarga jiddiy e'tibor qaratilgan. Savdoda halol bo'lmoq, o'z vaqtida sotilgan molni qaytarib berish yoki qaytarib olishni bilish, birovning molini zo'ravonlik bilan tortib olish, agar molga harom aralashgan bo'lsa, uning chorasini ko'rish, savdoda yolg'on qasam ichishdan ehtiyot bo'lish kerak. Nimani sotish joiz u, nimani sotish harom ekanini bilmoq lozim. Ribo, sudxo'rlikdan saqlanish, tarozidan urib qolishdan ehtiyot bo'lish, najish qilmaslik, mahsulotning bahosini sun'iy ko'tarish. Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qilsak, tijorat savdo ishi maxsus malaka, savodxonlik va halollikni talab qiladi.
uni dinimizda ko'rsatilganidek halol va pok holda bajarsak, ro'zg'orimizda ham, ishimizda ham xayr va baraka bo'ladi. Ushbu risola bizning fikr-u mulohazalarimizga hamohang tarzda, o'ziga xos jihatlari, mazmun mohiyati bilan kitobxonlarimizga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Sayfiddin Sayfulloh, filologiya fanlari nomzodi, islomshunos va adabiyotshunos olim.